Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 10 aprel 2026 yil. Xudo xolasa bugungi videoroligimizda sizlarga Amudaryoni hozirgi holatini ko'rsatamiz. Mana suv вообще yo'qolib ketibdi Amudaryoda. Yurlarda suv to'lib turadi deydi. Yaqindan boradi shuda suv. Hozir yana kamayib yo'qolib ketgan. Yine Amudaryo. Şurada ozgina oqib turibdi ekan. Bir yop chaldi. Yoplar ham katta bundan lekin. Mana. Shu buyonlari tap-taqir. Mana oryan tarafdan toza dachalarmi bir narsalar qurilyapti. Yaxshi ko'rinmadi yine. Birini bir galla bo'lsa Xorazm o'tadan ko'pir ber. Asosiy. Hozir oryan yuqoridan ham ko'rishga harakat etamiz. Ko'pirning ustini. Videomuza like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Yine Amudaryo ko'pirning ustidan oryan tarafında suv bor ekan. Lekin baribir kam. Buyonlar bo'shab yotibdi yine. Az bir yan tarafından göremiz şimdi. Yine bir yan tarafı. Köprüden bir yan taraf. Yan taraftan yine görünüşü yukarıdan. Baribir suv kam. Şu bahar aylarında su köpeyişi gerekedi özü. Kalıqlardan muzla erib, Amudaryo su bilan to'lishi gerekedi baharda. Mana bu yoqning ko'rinishi. Bugungi video roligimiz esa shundan iborat edi. Videomizga bir like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xayr, sog' salomat bo'ling.